Ismim Nusurov Ilyos, yoshim 30da. Qashqadaryo viloyati Koson tumani Pudina degan go'zal bir qishloqda tug'ilganman. San'at bilan 15 yildan beri shug'ullanaman. O'zim kechki payt ko'pincha restoranda ishlayman. O'zimizni ofitsiantimiz bor. O'sha restoranda ishlaydigan yoshlari kattaroq. Endi yoshlari kattaroq bo'lgan hisoblarga azgincha asablari ham chatoqroq. Muzikani azgincha baland qilib ijro qilayotgan ekanman shekilli. Eshigini shundoq ochdilar-yu, qo'llarida butilka. Mana shu butilkani hozir otaman pasaytar deb chiqib keldilar. Endi u yoqdagi atmosfera nafaqat men o'tirgan daji mehmonlar ham o'sha yerda qotib kulishdi. Ko'pincha bo'sh vaqtlarda oila bilan o'tkazishga harakat qilaman. Farzandim bor, Mustafo ismli, juda ham shirin. Hozir bir minut, ming bor uzr. Uzr. Vaziyat shunaqa. Iloji yo'q. Butun ovoz kutib turadi. Tayyormisiz? Tayyor. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Qo'llab-quvvatlagani kelgan jamoa ishtirokchini xotirjamroq bo'lishiga xizmat qilishi kerak. Siz sahnaga chiqishdan oldin ham hozir bir minut to'xtaylik, tugmasini to'g'rilaylik deb qarab o'tiribsiz. Bu qanchalik chalg'itadi, qanchalik chalg'itmaydi? Endi juda ham ko'ngilga olmaslik kerak sahnadan oldin, chiqishdan oldin. Imkon qadar xotirjamroq bo'lish kerak. Shunda menimcha yaxshiroq bo'ladi. Bu loyihani endi juda ham ko'p yildan beri bilamiz. Instagramni kovlab o'tirsam, Instagramdan mana shu kasting ketayotganligi haqida bir rolik chiqdi va o'sha zahotini o'zi birdaniga mana shu o'zimning ma'lumotlarimni kiritdim. Qanchalar tayyor deb o'ylaysiz qo'shiqni? Siz eshitdingiz uyda. Yana bir ikki kun repetitsiya qilganlar ma'qulmidi yoki tayyormi? Tayyor deb o'ylayman. Xudo Tayyor deyaptilar. Imkon qadar. Lekin kursida bular o'tirmaydilar. Shuning uchun biz bu yoqda faqat muxlislik qilib turishimiz mumkin. Sizni qo'llab-quvvatlab, sizdan talab qilinadigan faqat chiqib chiroyli ijro qilib berish. Birinchi navbatda bu proyektga kelishimdan maqsad mana shu yildagi va mana shu soniyadagi men tengi yoshlar va men atrofimdagi jam bo'lgan yoshlar o'zi qanaqa, musiqaga bo'lgan fikri qanaqa, qarashlari qanaqa, o'ylashlari qanaqa va mana shularning ichida men qanaqaman. Mana kim chiqdi? Assalomu alaykum. Men xalqaro tadqiqot kompaniyasi vakiliman. Hozirda O'zbekistonda sotilayotgan mahsulotlar sifatini o'rganmoqdamiz. Sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Sizning bebaho tajribangiz mahsulotlarni yanada yaxshiroq qilishga yordam beradi. Xalqimizning ekspertiga aylaning. Video ostidagi havolaga o'ting yoki QR kodni skanerlang va so'rovnomadan o'ting. Qo'shiqlarim havolandi yor uchun, tongda turib gul terdim dildor uchun, baxt istadim unda ko'ngli bor uchun. O nigorim bir boqmading nigorim, o'zildek-u diltorim, mening diltorim. Sen uchun jonimni beraman, sen uchun, faqat sen uchun. Nigorim, bir boqmading nigorim, o'zildek-u diltorim, mening diltorim. Sen uchun jonimni beraman, sen uchun, faqat sen uchun. Nigorim, bir boqmading nigorim, o'zildek-u diltorim,
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Salomat bo'linglar. Ismim Nusurov Ilyos, yoshim 30 da. Qashqadaryo viloyatida tug'ilganman. Imkon qadar harakat qildik. San'at kasbmi, havasmi? Kollejda an'anaviy xonandalikda o'qiganmiz. Undan keyin O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat instituti musiqali teatr san'ati aktyorlik yo'nalishida o'qiganmiz. Musiqali teatr aktyori. Shunaqa. Ben hozir qayilganimda bu soch uzun, Men ham shunaqa deb o'yladim. rastamanni ko'ramanmi deb o'yladim-da. Biz bir-birimizga o'xshayotganmiz, qanaqadir. Sezmadi. Bari. Yo'q, o'xshatishadi. Bunaqa deyishmaydimi sizga? O'xshatishadi endi. Yoshligimda ko'proq edi, hozir ozgincha. Rahmat. Aynan bizni qo'shig'imizni tanlaganingiz uchun, e'tiboringiz uchun rahmat. Kattakon. Rahmat hammalarga. Endi bu hech qanaqa xafachilik yo'q. Avvalo boya aytilgandek juda ham ko'pchilik bu proyektda qatnashish tilagini bildirgan. Albatta mardi maydon. Juda chiroyli gap gapirdilar hozir. Bu jarayonga kelish ham ijodiy yutuq. Shuning uchun Albatta. ijodiy omad hamisha yor bo'lsin sizga. Sog' Rahmat. bo'ling. Rahmat. Omon bo'ling. Ustozlar, omon bo'linglar. Salomat bo'linglar. Omad yorimiz. Rahmat. Ishtirokingiz uchun rahmat. Omad tilaymiz. Sog' bo'ling. Странно. Такую неплохую профессиональную школу, ну, с фальшем беда, конечно. Да, он тоже что-то плыл всю дорогу. При том, что вот такая школа была. Biz sizni tanladik. Assalomu alaykum. Biz boshidan qarab turdik. Rahmat. Nimaga? Siz sahnada qo'shiqni ham aytdingiz, oxirida ustozlarni ham tinchlantirdingiz. Sizlar xavotir olmanglar, bu mardi maydonda bularni ham xotirjam qilib, endi kelib bizlarni xotirjam qilyapsiz bu yoqda. Endi xafa bo'lish endi to'g'ri kelmaydi, menimcha. Men har doim harakat qilaman, xudo xolasa, yaxshi yutuqlarga erishishlikka. Shu loyiha sabab yana bitta zo'r qo'shiq bor. Men tabriklayman bu bilan sizni. Rahmat ishtirok uchun. Salomat bo'ling. Muvaffaqiyat tilayman. Sog' bo'ling.